Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi videomizda kecha video chiqargandik. Abay haqida ma'lumotlar berib o'tgandik. Mana ish jarayonlarini ko'rsatgandik. Mana xonamiz ham tugadi. 5 kuchli xonamiz bu. Mana super moyshi abay oldik. Xorazm. Juda ham zo'r abay mana. Bemalol artib masalan chang yo shunga o'xshagan bo'lsa artib olsa bo'ladi. Mana baho beringlar. Narxlari keladigan bo'lsak 35 mingdan qilindi. Shpakilovkasi Aboy 2022-yil 27-avgust bugun narxlar shunday bo'lyapti. Dekor plasimiz patologimiz 25 mingdan bo'lgan metr kvadrati. Tiyagamiz 4 ming so'mdan yopishtirib kraska qilib berdik. Metraj bo'ladi. Tiyaga pagana metr. Aboylarimiz kvadratga 35 mingdan bo'lyapti hozir. Zakaz olamiz, barcha ishlar qilamiz, usta topib beramiz. Murojaat qilinglar. Polimiz mana shpuntovni taxtadan bo'lgan, usti silliqlangan. 113 mingdan kvadrat olingan. Ugonliklarimiz keldi. Endigi navbat mana deraza va eshikka ugonliklar qo'yib chiqamiz. Kimda qanaqa savol takliflar bo'lsa kommentariyada kutamiz. Mana bu yerlar juda qiyin bo'ldi yopishtirish. Qarab o'tgan uchun G shakli juda ham qiynadi. 5 soat davomida mana shu ikkita devorimizni qilib oldik. Allohga shukr, mana ishimizni tugatdik. Baho beringlar. 253 uyning balandligi, uzunligi 5 ga 3. 1.6lik super mosh aboy ishlatdik. Ikkinchi xonamiz ham aboy bo'ladi. Batafsil ko'rsatamiz. Kuzatib boringlar. Hozir ikkita xona aboy olganmiz. Mana atkoslarning gullarini to'g'irlab, kakolojni qilib berildi mana. Hech qanday nima deydi, guli qochmagan, 100% to'g'irlangan gullar, terilgan. Eng qiyin joylar mana shu atkoslar hisoblanadi. Ko'rishlar mumkin. Kanalda mehmon bo'lsangiz, qizil podpisatsiya tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'ying. Biz chiqarib boradigan yangi videolar birinchilardan bilib ko'rasiz va qo'llab-quvvatlasangiz juda ham xursand bo'lardik, azizlar. Narx-navolar, qurilish materiallarini chiqarib boramiz. Barchaga omad, sog'lik, salomatlik, musofirda ko'radigan ko'klarga kuch-quvvat tilaymiz. Ikkinchi xonamizda ham avzorlarni tez kunda chiqaramiz. Videolarni ko'rasizlar. Aboylarimizga, ishimizga baho berasizlar. Aboyimiz 270 mingdan sotib olingan. 150 minglik kile ishlatildi. Mana shu xonamiz.